Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 2025-yilda O'zbekistonga xitoyliklar juda katta oqim bilan kirib kelishmoqda. Buni asosiy maqsadi O'zbekistonda biznesni rivojlantirish va ish o'rinlarini yaratish maqsadida. Lekin o'zimizni O'zbekistondagi usta akalarimiz ham qolishmayapti. Mana oddiygina shunday apparatlarni yaratishyaptiki, shunday apparatlar yordamida oyiga 10 million so'mdan 20 million so'mgacha xotirjam daromad qilsa bo'ladigan biznes turlarini yaratib qo'yishyapti. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent yana 1,5 ming so'mdan qo'shiladi, 4 ming so'mdan qoladi. Xitoy bir-birini padisha qilgan uchun O'zbekistonga kirib keldi. Ro'z oyida. Mana shu videoyingiz 500 mingta prosmotr bo'lsa-ki, 500 mingta prosmotr bo'lsa, bir komplet apparat tekinga. Bu yoqqa kelgan. Mana Islom aka bunaqa bizneslar bo'yicha 5 yillik tajribaga ega ekan, hozir o'zi tanishtirib beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli obunachilar? Yaxshimisizlar? Ro'zani qiynalib tutyapsizlarmi? Ketdi aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat aka. Mana hozir Damas'ga kelyapti aka. Aha. O'zimiz Namangandan o'zimning kanalim orqali ko'rishibdi. Instagram kanalim bor, Islomboy Chesney deb kichkina harfda yozsa, sariq etiketga chiqadi. YouTube ham bor, shunaqa. Ash orqali kelishibdi. Kim? Bu akalar ana. Assalomu alaykum. Akalar hormanglar, charchamasdan. Mikrofon. Xo'p, aka, bu biznesga nima sabab bo'ldi qiziqishingizga? Endi Rossiyada ishlab keldi. Aha. O'zimiz quyishni niyatlamasdan oldi. Aha. Quyib, endi sekin biznes qilib boshlaymiz-da. Aha. Talab ko'p ekan. Aha. Bu biznes orqali oyiga qancha daromad qilsangiz bo'lar ekan? Unisini bilmadim, lekin hali hisob-kitob qilib ko'ramiz o'zimiz. Qancha daromad qilish, lekin har qanday yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Shuncha berishdimi axir? Ha, shuncha berishdi. Mutaxassislar o'rgatishyaptimi? Ha, o'rgatishdi, Tushunmagan hamma joylar. joylar. Mana bu yerda mana bu yerda ishyapti. Nima endi bu? Qanaqa apparat aka? Penavo Euro komplekti. Fenablok apparati Euro komplekti. Bular o'zlari kelib olib ketgan uchun $8 qilib berdi narxini. Aha. $8 qilib berdi. Yaxshi. Xo'p, aka rahmat. Alloh savdoyingizga, biznesingizga baraka bersin. Qo'qayda terminalda ko'rsatib qo'yadi, qo'yishlarni akalarga. Ravshanbek ekan. Bu buyoq ham sherigizmi? Ha, bu yoq. Ikkalaylar birligana. Iloyim, ishingizga Alloh omad bersin. Bir boshdan boshladi aka. Hozir odamlar video bor-ku. 25 minut, 30 minut, yarim soat o'zi ko'rmay qo'yyapti. Ashunga tez olib ketamiz. Aha, birinchi komplekt aka. Mana qarang. Birinchi komplekt mana. Nima bor deganlarga bir boshdan ko'rsataman. Pena generator. Aha. Latok, sesma po'stki, kolonna mana. Kolonna uy burchaklariga qo'yiladi kolonnaniki. Aha. Ash uy burchaklariga qo'yiladi. Hozir menga qo'yib turaman. Endi qarab turing aka. 3 ta qolip bo'ladi komplektda. Aha. Pena generator 3 ta qolip, latok, kolonna, kompressor, mikser, pulsatorgacha bor. Qolip yog'lagan. Hamma yo'g'i bor. Mana bitta pena bonusga. Sizga o'tkazib qo'yganmiz. Esingizda bo'lsa, xohlasa obunachilaringiz kirib istab ko'rsa ash videoni. O'tgan videoda $1000 deyilgan. Hozir $900 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Kelib adresingizni olib ketsa $800 qilib beramiz eurosini aka. Ey gap yo'q. Endi ikkinchi komplekt ko'rsataman aka. Mana ko'ring. Ikkinchi komplekt обычный komplekt. Yevrodan farqi, buni tagida oshig'i yo'q, profillar ko'ndadan ikkita bo'ladi xolos. Keyin bunda ham latok, kolonna, kompressor, mikser hamma yo'qlari bor. Narxi $800 aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini $800 qilib beramiz aka. $800 qilib beramiz. Endi yevro bilan prostoy farqi nima deganlarga, yevroni har bittasini tagida bittadan profili bor, mana to'g'ri, ko'rasizmi? Oqmaz uchun germetikaga surtab qo'yilgan 3 ta oshig'i bor, shaneli. Tagida rezinkalargacha bor. Ikki tarafga ochiladi bu. Yevroni o'zi ko'pchilik biladi, bilganlar. Undan tashqari aka, misol uchun hozir ishlatyapti, yana qolib yetishmovchiliklar bo'lsa, bitta qolib o'zi kelsa, qolibni o'zi ham adin sotiladi. Yoki menga ikkita qolibli o'zim qo'yaman, yengilroq narx desa, ikkita qolibli qilib turib, bitta uy qo'ysa 2000 ta, 2000 ta o'zini uy uchun sifatli qilib ko'chalarga qaraganda xomoshni ham zo'r qo'shib qo'yamasa, unaqalari ham bor aka. Arzonroq qilib beramiz. Endi qarab turing aka. 3-komplekt bella bitta profili bor. Bitta profili bor. O'zbekiston bo'ylab $800 qilib beramiz buni ham aka. Kelib mashina olib ketsa $700 qilib beramiz aka. Ey gap yo'q. Mashinadan kelib olib ketsa, mana bular ham o'zlari olib ketishyapti. Keyin aka qarang. Ibrohim aka, mana 40 50 20 razmerlar qoldi aka bu. Mana qasi 40.
Aha. Nargilar razmeri standartlanib 60-30-20. 40-50-20 nima afzalligi bor desa, 30 sm beton 40 sm quyiladi, 40-50 quyiladi. Beton bilan bir xil bo'ladi. Aha. Sababi, hali 30 sm ustki deganlar 40-50-20 razmerdan qilib qo'ygan aka. Undan tashqari aka, mana turbali legolar ham bor aka. Turbali legolar mana. Ko'ring, 3 ta turbasi, 2 ta turbasi bor mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Bular Legoni qanaqa tarafi bor desa, uyga urilayotganda chok bostirib, bez rastorsiz urib qo'ysa bo'ladi. Mana yuzli turib o'tgan, bega rastor qo'yib qo'ysa, bir-birini mahkam ushlab qoladi, keyin kolonna vazifasini ham bajaradi aka. Buni komplekt qancha deganlarga endi 3 ta qolib bilan komplektni 1100 qilib beramiz aka. Agar adres yaqin uzoqligiga qarab, yana yengroq qilib beramiz, Ibrohim aka. Bu ham Leo komplekt, Ibrohim aka. Buni teshigi yo'q, bir-biriga ip tortmasdan urilaveradi. Birinchi 0 ursa bo'ldi, yarim ustamas odam urib ketaveradi, Ibrohim aka. Endi qarab turing, yana bitta narsa esdan chiqib qolyapti. Bu yerda hozir eng trenddagi narsa desa ham bo'laveradi, yangilik desa ham bo'ladi, tomga pena quyish xizmati. Ay ko'pchilik ikkita oshna og'aylar qandosh urug' ota-bolasidan quyishyapti. Ashunga qaydan, nimadan quyilyapti? O'zimni 200 kvadrat tom bor, 100 kvadrat tom bor. Edan chaqiraymi, odamlar voha tarafdan vodiydan chaqiraymi deyish mumkin-da. Undan ko'ra mana $300 qilib qo'yamiz apparatda aka. Komplegini. Pena generator, kompressor, rastor bochka. Qarab turing endi sizga mana. Mikser aka. Aha. $300. Hepda telefon ham bermayapti. Normal telefon $300 bermayapti aka. Roza ayon bo'yicha o'zi bunga hech qancha pul qolmaydi. Bunga ham mana qo'shib olamiz. Qarang. Bir satr pena 500 kvadrat ketadi mashina. 500 kvadrat ketadi. O'zini uyi bemalol qiladi, 2 kishi ishlasa, qanaqa desam bo'ladi? 2 kishi bir kunda 200 kvadrat, yo'q, 200 kvadrat ko'p, 100 kvadrat joy quysa aka, 3,5 million so'm, 35 mingdan quyilyapti, 3,5 million so'm. 1 million xomashyo ketsa, 2,5 million so'm qoladi. 2 kishi ishlasa, 3 kishi ishlasa, 2,5 million 3 ga bo'lsangiz, 800 ming so'mdan to'g'ri keladi bitta odam. Hozir buni ko'pchilik apparatni tushunmayapti, qanaqa quyilyapti, nima qilyapti deyotganlarga alohida qilib mana bir komplekt qilib qo'yganmiz. $300. Buni pena generatorning nargidan farqi bu yengil bo'ladi. Ko'tarishda. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Tomlarga olib chiqib oson. Oson, 10 kilo, 15 kilo atrofda bo'ladi. Aka, yana bitta narsa, hozir Gazablo komplekt aka. Gazablo komplektni endi aralashtirib ko'rsataveramiz, chunki mana shu yerda o'zimiz ish qilyapmiz. Ish jarayonida mana komplektlar zakaz bor, to'g'risi ashunga ish to'xtatmay 15 minutga to'xtatdik, xolos-da. Uncha tayyorgarlik qila olmadik. Yaxshi. Endi Gazabloga katta komplektda nimalar bor deganga, mishalka, yarim kubalik. 12 ta gazablo chiqadi. Suv yo'mkasi. Tepada suv nasos, pent, hamma yo'qlari bo'ladi, keyin 2 ta qolib bo'ladi aka, komplektda. Qolibni ham ko'rmayman. 2 ta qolib mana. Katta bo'lar ekan qolibmi? Mana kraskalanmagan holatni ko'rsatib qo'y, mana shu qolibdan 2 ta bo'ladi. Mana 12 ta qiz chiqadi. Mana o zaxirada qoliblar, bugun ham chiqib ketadi bular. Kerak bo'lsa qolmaydi. Tepada rushnoy reskasi bo'ladi aralash uchun. Bundan tashqari arrasi bo'ladi. Bir komplekt narxi aka. Oldin $1,600, hozir $1,5 ming qilib qo'yamiz. Buni ham arzonroq qilib qo'yamiz aka. Dastavkasi qanaqa? Dastavkasi vodiyda bo'lsa dastavka qilib beramiz. Voha taraf kelishilgan narxga aka. Vodiyda bo'lsa qilib beramiz. Chunki hozir gaz ham chiqib qoldi mana. Xudo xolasa. Lekin ko'rib turgan hamma yo'q, dastavkasi bilan qilib beriladi. Payna bloklari, tom sog'li endi kelib olib ketsa ham bo'laveradi, o'zi narxni arzon qilib qo'yamiz aka. Shunda aka necha xil biznes bor bu yerda? Bu yerda hozir mana qarab turing. Gazablok, pena blok, tomga pena bosh xizmat 3 xil biznes bor aka. 3 xil biznes. Keyin yana bitta narsa bor. Haligi mono komplektlarda ham tomga pena qo'ysa bo'laveradi. Faqat mono gaz balonning o'rniga nari gaz balondan qilib bering desam, yangiroq gaz balon qilib beramiz. Bitta biznes ichida ikkitasi ham ketaveradi. Ham pena blok qo'yadi, tom chiqsa tomga borib tom qo'yadi aka. Har tomondan daromad qilib kelish imkoni bor. Endi yana nima qoldi? Quyilish joylari ham bitta qo'shaveraylikmi? Bo'laveradi, yaxshi bo'ladi aka. Keyin aka mana qarang, hozir ko'p odamlar penavoydan zerikdim, penavoy sifatsiz quyapti deyotganlarga o'zimizni penavoy kench ko'ringchi. Mana. Yaxshimi? Tappilayapti. Aka, buni xomashyosini kerak deb qo'ysangiz, bundan ham baquvvat qilish iloji yo'q. Achig'ishlarimiz ham 2 yildan beri yomg'irda turadi. Hali erib ketmagan. O'rnida xom g'ish bo'lsa, erib ketishi mumkin-da aka.
Keyin yana bitta To'g'ri. narsasi bor aka, hozir qo'shni davlatlarga ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlar ham dastavka borda aka. Neytralkagacha, любой граница neytralkagacha dastavka qilib beramiz. Iyag'iga quyilishlarni video vizib orqali yoki 100% quyilish videolari bor, ashuni tashlab beramiz, o'rganib oladi. Yo bo'lmasa biz adresimizga keladi, bir sutka mehmon bo'ladi, kelib o'rgatib ketaveradi. Ashunga deb unaqa ekan, bunaqa ekan deb yozavermasdan nima qilsa ham bo'ladi, nima desa bo'ladi. Like bosib, kommentga gap yo'q deb yozib qo'ysanglar, mana Xitoy bir-birini padisha qilgan uchun O'zbekistonga kirib keldi. Ko'ryapsizmi, o'zi mana Toshkent bilim internetlarda ko'ryapmiz. Kelinglar, o'zi mana biznes boshlari ertaga misol uchun qilsin, raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi-yu, lekin bizniki ham misol uchun bir-birimizni padisha qilishimiz kerak-da o'zbeklar. Negativ bo'lmasdan. Negativ yozar, lekin borini aytaman, men yo'g'ini aytmayman. Bitta penabloydan 5000, 4000 demayman. 2,5 so'm toza foyda qiladi. O'zimni quyayotgan sexim bor. Namangan Uchqo'rg'on kelsa, kelib o'rganib, nima qo'shilyapti, qanaqa qo'shilyapti, hamma yo'q o'rganib ketadi-da. 2,5 so'mdan 3000, 3,5 deb ayindaqa odamlar lop qilib gapirmayman. 2,5 so'm. Bir kunda aka 200 ta kerak emas. 150 ta qo'ysa 2,5 so'mdan qancha bo'ladi? 250 ming so'm bo'ladi. 100 tasi. 50 tasi 175 ming bo'ladi. 375 ming foyda qoladi. Ishchi pullaridan tashqari 2,5 so'm qoladi. Yo ota bola, aka-uka, oshna og'ayni qo'yib turib, ishchi puli o'zlariga qolsa, yana 1,5 ming so'mdan qo'shiladi. 4 ming so'mdan qoladi. Ishchi ham o'zidan bo'lsa, kuniga 150 ta qo'yib qo'ysa, 2 kishi 4 ming so'mdan qancha bo'ladi? 4 ming so'mdan 600 ming so'm bo'ladi. Endi Sardor nimani aytdi? Endi u hisob kitobimiz seriyalarni to'g'ri joy-joyiga To'g'ri. qo'shgan. Keyin haligi to'g'ri aytdingiz aka mana. Haligi o'rta haligi ko'chalardan yumshoqroq qilib, qattiqroq qilib quyilganda-da. Ba'zilar qo'shyapti, sement qo'shmayapti, gips qo'shmayapti, kam qo'shyapti-da. Yo bo'lmasa bittasi kelsa, ala kelib turib 50 litr suv qo'ysa, nari kelib turib 60 litr qilib retsept to'g'rab kela olmayapti. Quyayotganlar bor. O'zimizning sexda 5000 ta 6000 ta zakasimiz bor. Chunki tepasida turiladi, aytiladi, menga sifat birinchi o'rinda, foyda ikkinchi o'rinda dedi-da. Misol uchun foyda bo'lmasa ish qilinmaydi hech kim, lekin 3000 so'mdan, 4000 so'mdan emas, 2000 so'm, 2,5 so'm qolsa ham sifatiga ham e'tibor berish kerak-da. Mana ko'ring, 80 foiz qurilgan, tomini ham pena suvda qilingan. To'g'rimi? Mana. Mana aka kichkina mishalkamiz, gazavloy. Hamma yo'q shashilib ketgan to'g'risi. Chunki hozir o'zi ko'ryapsiz, ikki komplekt sotdik bugun o'zida. Kichkina mishalkasi, kichkina bez reskasidan qilib beraveramiz. Bitta taylanganda 6 ta taylanadi. 6 ta. Bunda qanaqa bo'ladi deganda Telegram, WhatsAppdan yoki Telegramdan kichkinasini videosini tashlab bersin, quyilish video, penabloy quyilish videosi, gazavloy kattasini quyilish video deb yozsa-ki, hamma yo'qni o'rgatib qo'yamiz. Kichkina mishalkamizning qolipi mana bo'ladi aka, ko'ring. Mana 6 talik. Sardor rezba olib kel, katta rezbadan. Ona katta mishalkasini. 6 ta bo'ladi. Bu qolipda ham penabloy, ham gazavloy quysa bo'ladi. Qolip o'zi kerakligini bundan ham qo'yib beramiz. Har bitta qolipimiz aka rezbali bo'ladi. Mana. To'g'rimi Sardor? Rezba bo'ladi. Listlari qanaqa Sardor? Uchli. Javob. Mana. Rossiyskiy 3li listdan bo'ladi. Listlarga javob. Har bittasi mana rezba qatirmasdan qo'yib qo'ysam bo'ladi. Har bittasi rezba bo'ladi. Sardor? Bo'ldi. Endi ashunga ha deb negativ yozmasdan bir-birimizni padisha qilamiz. Kel-ku, sen ham xaltura qilib olasan. Agar tomga pena quyish xizmati kerak bo'lsa, Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab mana shu ukam boradi. Mana shu yerda ishlaydi. Kvadratini vodiyda 35 mingdan qo'yib beramiz. Sifatli qilib o'zimizga qo'yganmiz, boshqa uylarga ham qo'yamiz. Boshqa O'zbekiston bo'ylab ham chiroyli qilib beramiz. Orada borib kelaverasan. Ayt nomeringni. Nomerim 94 00 0115. Mana endi tushuntirib o'tamiz. Mana shu nomerga telefon qilaverasiz. Tom shu apparatmi, tommi ko'ramiz. Mana telefon qilaverasiz. Ko'ra, Sardorga telefon qilinglar, mana Sardor uchun like bosinglar. Yaxshimi qoliplarimiz? Qolibim Rossiyskiy javob. Biz ishlasak mana bu ham Rossiyaga ketmaydi. Men ham Rossiyaga ketmayman, to'g'risida. Mana shu yerda bir-birimizni padisha qilib yuramiz. Bu ham Rossiyada 2 yil 3 yil ishlagan. Hozir mana shu yerda 2 yildan beri bizda ishlayapti. To'g'rimi Sardorbek?
Nima deysiz? Olaymi, o'nni beryapti. Oling yaxshi bo'lyaptimi? Aldagan yo'q chiqam. Necha pul daromad qilyapsiz? Misol 3 million 700 oladigan bo'lsam 4 million 700 qilib beryapti. Sardor 4,700 emas. Senga 5 million tekis olasan bugundan boshlab. Ukam bo'lasan. Voy endi 5 million chiqsa kerak-a. Ashlaqa o'zimiznikilar o'zimizni podishka qilamiz. Svarchilar ishchi bo'ladi. Bu yaxshi ishlaydi, to'g'rimi? Shunga mana shunaqa podishka qilsa bo'lmaydi deb bosib ketar hamma yo'q Xitoy. Ana azizlar, Rossiyaga boravermasdan mashina qilsa ham O'zbekistonda bo'ladi. shunaqa katta daromadlarni bemalol qilsa bo'lar ekan. Buni tirik guvoh sifatida bu akalarni bemalol ayta olamiz. Qanaqadir savol bo'lsa mana Aka, har bitta viloyatdan bittadan meni apparat olgan odamlar bor. Aha. Xorazmmi, Surxondaryo ham, Qashqadaryo ham bor-ku. Ashlar. Surxondaryo, Qashqadaryodan yozsin. Misol uchun Telegram telefon qilsin. Men Surxondaryo tuman, qaysi tumanda sifatli pena bo'lib qo'yadi deb yozsin. Shuni nomerini tashlayman. O'zim aka-uka bo'lib ketganman. Hali mendan qolib olishadi, tushunmagan joydan so'rashadi ashunga. Namangan, Andijon, Farg'ona har bitta viloyatda bor aka. Bemalol ekran nomeri telefon qilib 10 dami kechasi, 11 dami, 12 dami qilishaversin aka. Ey, 24 soat ishlaymiz. Ana. Gap 24 yo'q. soat telefon qilaverasizlar, kechqurunda 10 bo'lyapti deb qilaverasizlar. Keyin yana bitta narsani aytib qo'y aka. Mana shuncha gapirim. Ro'z oyda. Mana shu videoyingiz 500 mingta prosmotr bo'lsa aka, 500 mingta prosmotr bo'lsa, bir komplet apparat tekinga. Bu yoqqa keling aka. Bunaqa bo'lmaganmi? Yo'q, bunaqasi hali bo'lmagan. Shunday 500 mingta prosmotr bo'lsa, 500 mingta prosmotr bo'lsa, laykini qizig'i yo'q. Kommentini iloji boricha, misol chetdan obunachingiz bormi? Rossiyadan kuzatyapman, Xorazmni kuzatyapman, Qashqadaryoni kuzatyapman, Navoiy, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, ashunday yozib qo'yinglar. 500 mingta prosmotr bo'lsa, bir komplet apparat liboy tanlagan mashinani bekarib beramiz aka. Tanlaganni. Bekarib beraman, podishka uchun. 500 mingta prosmotr bo'lsa bo'ldi. Iloyim haqiqiy muhtojiga nasib qilsin aka. Iloji boricha xohlasangiz aka, xohlasangiz o'z orqali yozsin, falon joyda muhtojman deb. Yana bitta variant bor, apparatga pulimni yetkiza olmayapman, to'playotgan bo'lishim mumkin. Manaqa yetmayapti, anaqa bir komplektni 5 foyda prosmotrga qaramayman. Bir komplet foydasiz ham beraman aka. Bir komplektni foydasiz beraman. Rostdan ham penable apparat olaman, yetkiza olmayapman, harakat qilyapman, boshqa sexda ishlayman, o'zim qo'yishni bilaman. Alohida o'zlari alohida sexga olib chiqadiganlar ham bo'ladi-da, ishchi bolalar faqat ishchi bo'lib qolmaydi. To'g'rimi? Boy faqat kambag'al bo'lish qolib ketmaydi. Shunga shuni yozib qo'yishsin aka, yo telefon qilishsin, bir komplekt tekinga foydasiz beraman aka. Gap yo'q. Mana sizlar uchun imkoniyat. Yozib qo'ysin faqat. Samarqanddanman, Toshkentdanman, Rossiyadan kuzatyapman deb yozib qo'ysin. Qani chet eldan ham boshqa qo'shni davlatlarga ham yetib borish uchun mana shu videoni kommentariyga yozinglar. Plus bittadan like bosib qo'yamiz. Shunchalik bo'ladi unda. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Islom aka, katta rahmat ma'lumotlar uchun. Yo, kulish videoni ham ancha ozgina qo'yib qo'yaylikmi? Kulish jarayonni ham. Necha minut o'tdi? O'zi ancha bo'ldi. Mayli, keyingi videolarda ko'rib tursangiz, kulish videosini ham qo'shib qo'yamiz. Gap yo'q. Aziz kuzatuvchilar, mana akamiz sizlarga Ramazon aksiyalarini aytib o'tdi. Bemalol sizlar ham bundan foydalansanglar bo'ladi. Qanaqangi turdagi apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi va tushunmaganlar bo'lsa, o'zlari polni tushuntirib, o'rgatib qo'yishar ekan. Dastavka narxlari hammasini ma'lumotlarini aytib o'tib ketdi. Qanaqadir savol bo'lsa, akamizning nomerlari mana ekranda bor. O'zida apparat bor, quyish bilmayotganlarga ham o'rgataveramiz aka. Odamlar yaxshilik qoladi. Gap yo'q aka. Alloh ishlaringizga fayz va baraka bersin. Akalar savol bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Mana akalarimiz Namanganga olib ketishyapti.